Assalomu alaykum do'stlar. Demak, tekinga Telegram Premium yoki bo'lmasam yulduzchalar olish. Demak, buni qanday amalga oshiramiz? Buni mana bu Telegram Premium kanal orqali amalga oshiramiz. Kanal silka opsiyada bo'ladi. Bemalol kirib o'tishingiz mumkin. Mana o'zini ham ko'rsatib qo'ydim. Demak, buning uchun shu kanalga kirib olamiz. Mana kanalda ko'rishingiz mumkin. Turli xil o'yinlar mavjud. Shu o'yinlar orqali masalan kanallarga a'zo bo'lib yulduzchalar yoki Telegram Premiumlar yutib olishligimiz mumkin. Bu yerda ko'rishligimiz mumkin Boinkers News degan o'nta degan tugab ketgan ekan. Demak, 23-dekabr kuni mana bu kanalda o'yin bor ekan. Mana kirib bunga a'zo bo'lamiz va orqaga qaytib mana buni bossak, yulduzchani bossak, demak biz korobkani bossak, demak biz o'yinga qatnashayotgan bo'lamiz do'stlar. Bu kanalga shunaqa ma'lumotlar tashlab boriladi do'stlar. Demak, kanalga kirib a'zo bo'lamiz va shunaqa o'yinlarga qatnashamiz. Va bu yerda 50 ta tabiiy yutuvchi odam 50 ta, demak 5000 ta yulduzcha turibdi. Bundan tashqari turli xil katta kanallar bor do'stlar. Bu kanallar haqida ham hali ma'lumotlar tashlanadi. Demak, 2 millionta, 3 millionta, 4 milliontalik kanallar, 4000 ta, 3000 ta Telegram Premiumlar o'ynaydi do'stlar. Demak, xudo xolasa o'sha premiumlardan agar omadingiz keladigan bo'lsa, yutib olib ishlatishingiz mumkin. Bemalol, tekin, hech qanaqa mablag'siz. Shunchaki bizdan kirib kanalga a'zo bo'lib qo'yamiz va mana bu yerda korobkachani bosib qo'ysak, biz o'sha o'yinda qatnashamiz. Biz hech qanaqa vazifa bajarish yoki bo'lmasam 50-60 talab kanalga a'zo bo'lishimiz shart emas. Turli xil botlarga kabi yoki pulga sotib olishimiz shart emas do'stlar. Buni ko'rishingiz mumkin. 21-dekabrda bor 10 ta premium 3 oylik mana bu kanalga podpisatsiyani bosamiz va ko'rishingiz mumkin. Biz ishtirok etamiz. Xullas, shunaqa ma'lumotlar. Do'stlar, bu yerda yana bir ma'lumot berib o'taman. Mana bu yerda ko'rishingiz mumkin. Iz Rossiya Federatsiyasi deyapti. Bu faqat Rossiya Federatsiyasida ishlovchilar va Rossiya Federatsiyasidagilar uchungina amal qiladi do'stlar. Boshqa mamlakatda bo'lsangiz amal qilmaydi. Demak, turli xil nimalar chiqadi. AQShda shu yoki bo'lmasa boshqa bir joylarga chiqishligi mumkin yoki O'zbekistonda o'ziga alohida o'yin tashkil etishi mumkin do'stlar. Hammaga omad, hammaga daromad. Demak, bemalol kirib kanalda o'z omadinglarni sinab ko'rsanglar bo'ladi.